Hoji momo, Hoji ota, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qayerdan keluvdingiz ota? Biz Surxondaryodan, Denov shahridan. Nima shikoyatlar bilan keluvdilar seni? Meni oyog'im og'riydi, belim og'ridi, qo'llarim og'ridi. Momamning qo'li, oyog'i, bellari og'ridi. Maydaga keldik, juda suvlari zo'r ekan, vannalari bor ekan, massaj, parafin, ignoterapiya, hammasi zo'r ekan. Hammasidan qoyil qolganim, qizlar hammasi tartibli, juda intizomli, muomala, sindiradigan muomala ekan lekin. Otajon deb gapiradi qizlar ham. Sharoitlar zo'r. Mana momo davom ettiradi qolgan. Yo'q, o'zingiz davom ettiring. Ovqatlari zo'r, hamma narsani joy-joyiga berishadi. Mana qo'limda og'riqlari qoldi, Xudoga shukr. Mana o'timni oldirganman, mana o'tni oldirganim ancha o't yuvish nimalari bor ekan. Suvlar zo'r, suv uchun kelganidek, suvga gap yo'q ekan. Gapiring siz endi. Qizlari ko'yligi haqiqatan zo'r ekan, osh bo'lsin. Qizlarni tartib intizomi zo'r ekan. Menga shunisi yoqdi. Muomala zo'r. Eshikni taqillatib kelib, tog'ajon choy bormi, momajon choy bormi, choylarni so'rab turadi. Ovqatlarni vaqti-vaqtiga beradi. Biz aslida o'zi mana shu YouTube'dan ko'rib kelganmiz. Keyin kelganimizdan keyin bilsakki, xo'jayinlar Surxondaryolik ekan, bizni yaxshi kutib oldi. Bir kun kech kelganimizga bizga bepulga joy berib, bizga qabul qildi. Ertasi kuni lechinlarni boshlagandik. Hammasi tartibli, juda intizomli ekan. Rahmat hammasiga. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling ota, yana kelinglar a. Yana kelamiz. Momamni olib kelaverasizlar. Ko'rganlar hammasi kelib dam o'ynadi. Narxi ham normal, bunday qimmat emas. Zakonni. Sharoitlar zo'r ekan. Sharoitlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Momo? Mayli, rahmat sizga ham yorqinoy, mayli, rahmat. Hop, sog' bo'linglar.